Bu suratni ko'ryapsizmi do'stlar? Bu surat shuni isbotlab qo'ydiki, dunyoda deyarli hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanligini. Bu surat taqdir haqiqatining asl mohiyatini isbotlab qo'ydi. Bu suratda Lamine Yamal hali juda kichkina bola edi. Hech kim o'ylamagandi Leo Messining so'nggi raqsi aynan shu bolaga qarshi bo'lishini. Lionel Messining milliy terma jamoadagi so'nggi raqsi aynan Ispaniyaga qarshi bo'lmoqda. Bu futbol tarixidagi eng dramatik yakunlardan biri bo'lishi aniq. Va aynan uni 13 yoshida Argentinadan topib kelgan va Barselona akademiyasiga qabul qilgan. O'sish gormonlari yetishmovchiligi sababli uni futbolchi bo'lish yoki bo'lmaslik ehtimollari juda ham past bo'lsa-da, uni bag'riga bosgan mamlakatga qarshi bo'ladigan bo'lyapti. Mana shu super final do'stlar. Yakun bo'lsa, eng chiroyli yakun bo'lsa, mana shunday bo'lar ekan. Messi 10 yil avval Argentina terma jamoasini tark etmoqchi bo'lganida ko'pchilik u aslida Ispaniya uchun o'ynashi kerak edi. Unda argentinalik qoni yo'q deb aytardi. Ammo ramziy ma'noda bo'lsa ham Messi o'zini haqiqiy Argentinada topdi. U faqat o'sha yerda Ispaniya emas, balki chinakam argentinalik bo'lish nimaligini anglashini his qilgan shekilli. Endi esa u Argentina futboli tarixidagi eng buyuk, eng sevimli va eng unutilmas futbolchi sifatida mana shu o'yinni o'tkazadigan bo'lyapti va bu bitta o'yin Lionel Messining Argentinadagi hikoyasi o'z yakuniga yetadi. Messi shu finalda o'zining so'nggi merosxo'rini ham ortda qoldirishi va futbol tarixida undan buyukroq futbolchi bo'lmaganini yana bir bor isbotlashi mumkin. Messining so'nggi raqsi yillar oldin birga suratga tushgan o'sha kichkina Lamine Yamalga qarshi va uzoq yillar uning uyi bo'lgan Ispaniyaga qarshi jahon chempionati finalida bo'ladi. Va bu so'nggi raqsning jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi bo'lishi